Energetika mavzusi bilan davom etamiz. Mamlakatimizda aholini elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash ko'lamini oshirish, ishlab chiqarishga zamonaviy va yuqori samarador texnologiyalarni joriy qilish maqsadida Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida 2 energobloklarni qurish ishlari nihoyasiga yetkazilmoqda. Davlatimiz rahbarining Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatining umumiy quvvati 900 megawattdan kam bo'lmagan navbatdagi bu gaz qurilmalarini qurish bilan kengaytirish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida umumiy quvvati 1065 megawatt bo'lgan 2 bug' gaz qurilmasi bunyod etilayotgani elektr ta'minotidagi imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Qiymati 944,87 million AQSh dollarini tashkil qilgan loyihaning qurilish jarayonlari 2023-yilning iyul oyida boshlangan bo'lsa, bugungi kunga kelib 80% dan ortiq ishlar yakunlandi. Jumladan bug' gaz qurilmalarining gaz va bug' turbinalari hamda ularning generatorlari, qozonlar, transformatorlar va gaz kompressorlari o'rnatib bo'lindi. Shuningdek, generator kuraklarining montaji ham nihoyasiga yetkazildi. Ushbu bug' gaz qurilmalari ishga tushirilgandan so'ng korxonada yiliga qo'shimcha 8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Yangi tadbirkorlik subyektlari, yangi iqtisodiyot tarmoqlarini yanada ko'proq elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu loyihada bir qator xorijiy kompaniyalar pudratchi sifatida ishtirok etyapti. Bu esa ushbu mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik aloqalarining, hamkorlik aloqalarining yanada yaxshilanishiga hissa qo'shadi. Xususan, ayni paytda ushbu bug' gaz qurilmalari ishga tushirilgandan so'ng ularni boshqaruvchi bir guruh mutaxassislarimiz Yaponiyaning Mitsubishi Corporation kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan o'quv seminarida ishtirok etib, soha bo'yicha o'z bilimlarini oshirmoqdalar. Bosh pudratchi Ispaniyaning Intexa Engineering Industria va Yaponiyaning Mitsubishi Corporation kompaniyalari bo'lib, qurilish bunyodkorlik ishlariga Turkiya va Hindiston davlatlarining mutaxassislari ham jalb qilingan. Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida bunyod etilayotgan yangi megabloklar mamlakatda elektr energiyasi barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, shunday yirik loyiha qurilishida ishtirok etayotganligimdan mamnunman. Qurilish ishlari pudratchilar tomonidan jadal sur'atda olib borilmoqda. Bugungi kunga kelib qurilish jarayonini loyihalash va zaruriy uskunalarni xarid qilish ishlari deyarli yakunlandi. Eng muhim va asosiy uskunalar o'rnatib bo'lindi. Loyiha sinov va ishga tushirish jarayonlarining dastlabki bosqichida. Bug' gaz qurilmalarini bug' bilan hamda kimyoviy tozalash, bug' turbinasiga bug' yetkazib berish ishlari ham sinov ishlaridan so'ng bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Biz bu muhim loyihani o'z vaqtida xalqaro va mahalliy talablarga javob beradigan holda topshirishga harakat qilyapmiz. Yaqin kunlarda ushbu bug' gaz qurilmalari elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojni qondirishga o'z hissasini qo'shadi. Yangi bug' gaz qurilmalarini ishga tushirish orqali Talimarjon issiqlik elektr stansiyasining quvvati 1965 megawattga yetkaziladi. Yangi tejamkor texnologiyalarning ishga tushirilishi natijasida 1 yilda 600 million kub metr gaz tejalishiga erishiladi. Ushbu loyiha nafaqat Qashqadaryo, balki Samarqand va Buxoro viloyatlari iste'molchilarini Qarshi magistral kanalidagi 7 ta nasos stansiyasini va yana ko'plab aholi punktlarini ishonchli elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatini yaratadi.